Ana va nihoyat bizni ovqatimiz tayyor. Mana bu suyuq joylarini sousda grechka va guruchlarni ustiga solib chiqsak bo'ladi. Mani o'g'lim polvon, baquvvat, unga ko'p. Chunki kechqurun imkon qadar non yemaslikka harakat qilamiz. Nonsiz yeymiz. Ana. Qalay. Birdan 10gacha baho beringlar. Xonandani qilgan ovqatiga. Tuzlarni, ta'mlarini ko'rdim endi. Betakror. Hammaga yoqimli ishtaha. Kim nima pishirishdan qat'iy nazar, men bugun shunaqa improvizatsiya qildim.